to'lqinimiz. Onun sütü bek yaxshi chiqibdi. Anamki bugun mush bizning unlarni sotadigan to'ptaqich bozorga savdogarlar ketdi-ki. Mush unlaringlarniki Qarmayda, Urumchi setilishi bek yaxshi bo'yatdi deydi. Haras direktor anamki yana bir taklif bo'lib qoldi. Mush 10 kiloluk unni 5 kiloluk, anamki 2,5 kiloluk bir ishlab bergan bo'lsanglar qanday bo'ladi deydi. Voy. Bu nəhayət yaxşı təklif fikir oldu bu. Bizning unimiz haqiqatan yaxshi ukam. Bu xəridarlarning bu təklif fikrini mo çoxum o'rnimizaq bo'lmaydi. Shuning uchun mushu 5 kilolukdan, 2,5 kilolukdan biz sınaq darajada har birisidan biz 20 ming taldan bir ishlab chiqarib bakamdik ya. Unda bo'lsa, men xaltiniki loyihasini loyiha bo'limidagi bolalarga topshiray. Undan keyin bitgandan so'ng men sizga bir ko'rsatay. Bo'ladi ukam, bo'ladi. Hey, ukam, yaqinda siz mo bak charchab ketib borsiz. Ma'rifatni kelib, menga ozdir ko'pdir qarishmagan bo'lam desam, u faqat kagil unimida. Siz bunda charchab ketsangiz bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshiroq qizvoldim birini taklif qiling ukam. Sizning ushaq-suyak ishlaringizga achincha yordamda bo'lsin. Men zavodga bolalarni bak charchab ketib bordi. Ishlar bak besib oldi. Shuningga 5 bola qabul qildi ukam. Ularga achincha yordam bo'lsin, jima? Ukam, bug'doyning keladigan vaqtim bo'lib qopti. Men mo ambaga chiqay. Ma unning 5 kiloluk, 2,5 kiloluk unninki sınaq darajada ishlab chiqaradiganligimizni bizning vakolatchilarimizga top taqtirganlarga xabardor qilib qo'ying. Jima? Bo'ldi, ma'qul direktoringiz. Men chiqib ketdim. Ma'qul ukam, avval bo'ldingiz, ha? De bu zalımın neç bol? Ama 10 kiloluğu 40 koy. 40 koy dediniz ha? 新疆农信收款40元。 Et koydum ne çıkar? Allah rahmet de kiram. Oy. İmran balam geldiniz mi? Yaxşı mı açı? Nergiz'e küçük kalmadı ha? Ben nakmış iş doğruluk sizle köreşkil geldim açı. Ha. Nergize'ni yerim yolda. Başkalar bulup gitti açı. Bulat gitti demsiz? Oy. Çaşakı mı kalsın şimdi atsız? Çakçakımı dem açı. Nergize'nden ben Nurgun Tayak yol dem açı. Sizde kalayım kan, altımı körep kamusunda büyük verip üzgüzümü züğütüp de ciddi sızlığınızı geldim açı. Bu ne mi digin ağız bu? Bu telefonu tuttun mu? Vay balam kan. Ben ay yoldaki için sürüştüğe açı. Birisine azırak tonu yuttum da sürüştüğesem. Nergize'ni bulup ketken balına ısmıyor Rifat'ke. Kızlalma uzağından lobuna reyim diye adamla oğul edeydi açı. Boz bir sürüştürüp bakayla da sizden. Nergize bir eş top kanmaz açı ha. Az sıçtı ha. O yayı bol süren intam da bunun çıkmadı gitti bu bana. Ay çırım da ekbersen parayla. Dükkanı takamdık ya açı. Koştular bana kızım yanına. Burak. Nergize! Saqlab ketdinglar. Ha, qandoq qilyapsiz? Yaxshi-ku berdim, lekin sizdek yaxshi berolmadimki deyman. Albatta shunday qiladi-da. Men nima degan bilan ishkirga donliq oliy maktab bitirgan to'sam. Dimsimg'u shu qarashdilar. Kelishgan qamptingizga aql parastingiz yushirgandek qildi. Voy bu shoirlardek taraflayotgansiz deyman, odam hayajonlantirib. Qo'sqingizmi ochqanda, tomoq yemdi. Lekin yana sizni avor qilamanmi? Hisobmi qolgansiz? Rahmat. Hech qisi yo'q. Men siz uchun avaro o'g'il kelgan to'sam, ha? Yürünglar, ben tamık kadar şey o'xshaydigan bir yerni bilman, shu yerga boshlab qo'yay.
Onda bo'lsa, men bir opam telefon qildi, beka ansirab qolmishsin. Uning ustiga telefonim bilqib olgan mashinasi tushib qolgan o'xshaydi. Ha, Opam do'konda emas o'xshaydi, telefon oldiga odam yo'q. Yil o'ray bo'ldi. ha, ma'qul. Hem savol tamoq hamdoq. Mayli. Jira. Mana tamasha. O yandan kızıga emdi çıkılgan bol. Tesla hanım, bir işlik egemetler. Sizlar Rifat degan bolaning dadisi bo'lammi? Ha, men Rifat Darsulma. Nima bo'ldi? Bu shunchalar chop-chon karxon boshqalar odam. Bolalarni qanday tarbiyalasizlar? Voy hanım, nima bo'ldi? Men gaplarim tushunmadim. Aniqroq bilim desizlar? Aslında bolaları meni qizimdan qochibdi. Nima deyaptilar? Mening o'g'lim degan oliy maktabni bitigan bir ziyoli. Unda ishni hargiz qilmaydi. Sizlar xato ko'rib qolmaganlar? Men xato ko'rib qolgan bo'lsam, shu birim va o'g'ilning Dilyarda bir og'inisi bor o'qcha. Ba. Shu Dilyar bilan birlashib, meni qizimni yerim yo'ldan olib qochibdi. Hanım, unda demisizlar. Men sizlarga tushundiray, ya. Mening o'g'lim atdigan bog'i oldirashli mishadan chiqib, shaharga imtihon bilan kirib ketgan. Sizning qizlarni ozdug'idek vaqtim yo'q. Men sizlarga deb qo'yay. Sizning qizlar mening o'g'limning beshini qaymoqtirib, baxtiga o'tiray demagan bo'lsa bo'ldi, juma. Mag'ibni taqa. Sizning bolalar oliy maktabning ziyolisi bo'lsa, mening qizim to'z oliy maktabning ziyolisi. To'xtatinglar. Bu balla vaqo bir-birisidan tanishgan bo'lsa, yo'li bir bo'lgan bo'lsa, mashinaga sevag'andi. Bunda dabkaslar bo'lmaydi jumasizlar. O intan mağadam, g'at qisib intamizni bermay, nimidan meni qizimdan qochib yurdi.
Hozir öpkünlerini besibaslar. Öpkünlerini besibaslar, onda charchamaslar. Sizlarmi qizlarga tilib berib bir ahvolni toza obdan bir egallab baqsizlar. Men o'g'limga bir tilib berib baqay. Ben kızımı ne çıktım telefon vurup aldı ben tikken telefonu. Sınıf yavuzlar oğlandırga. Dada, Qanday ahvoling o'g'lim? yaxshi dada. Ha, imtihon qil, yaxshi berdingmi? Ha, yaxshi berdi. Ha, yaxshi. Ha, yenib chiqdingmi, yana shu yerdami? Ha, yenib chiqdim dada. Vay be gapning postkallısını demem la deb çıtırdattım ay. Bu boşuna gap qilsin demay, mana buni oldirmay so'zishimiz buni. Endi yo'q. Vay kızım nerede ekan demem la. Hey balam, Yo, ma gaplarni angladingmi? Miyaga bir ayol kiribdi hozir. Voy, mening qizimni sizning o'g'illari mashinaga besib aldab aqich ketdi deb o'sha beshimni og'ritib so'zlayapti. Ma nima gap bo'ldi bu? voy men apqashmidi, mashinam chiqarib oldim shu. Angladingmi? Balam, a qizi endi bormi hozir sening qishingda? Ha, yenimdi bor. Telefonni bir bere. Ma apsi deganda xotin bilan bir so'zlashib olsin. Tishlama telefonni. Ekaslar. Vay. A kızımı versen telefonunu. Hala yapma. Vay kızım ben apam balam. Ha imtihan verdi ama. Ha imtihanı kılayamamaz dedi. Biraz pamandu. Ha yok bir iş olmadı. Kızım senden ensirmem de. Bak o kalsın. Bu sen gitmegen de ha. O yana ondan şey yok. Voy, nim davatli xonne mening telefonimda mening o'g'limning g'aybatini qotilg'o. Men sizga deb qo'yay, mening balam borg'o. Xalqning qizlarini kendine oldin kelsa oldin ketadigan, xalqning qizlarini bilan ozdiramaydigan bola jima bu. Nima qalamqa so'zlar bu yerda? Vay men sizning o'g'illarni demedim. A jamiyatdagi eski o'g'illarning gapini qilyapman. Jamiyatga o'g'illarning gapini qilgan bo'lsangiz, u gapni hamma jamiyat kirib so'zlashmayapsiz. Ne mening ishxonam kirib meni qoldirib, beshimni og'ritasiz. So'zlashsa ishti kerak. Ha gapni oz qilsizlarmi? Gap qiyig'ini qo'ymaydi-ku. Qizim. Ama o'g'illarning cho'g gapini shirin shikar gaplariga, yolg'on yapidaq gaplariga bek ishinib ketib, kendi menib qolmajima bilan. Abaldillaraqto. Akaslar tutun. Kavakimde pamanca da biri. Ha, balam beslar telefonni. Rifat, ma gapni angla balam. Bundan keyin bag'o bu yaxshilik deganni vaqo'ma, bilir odamga qilmiz juma balam. Ha, qizlarni vaqo qara. Ha, yerim yo'lda tushirib bilan ketaveraman deb qo'yasan-da. Voy nay tashlaydi, nima jinim chiqdi adam. Voy, nay tashlaydi, qaysi yerim yo'lga? Bu sizning gaplariga loyiq gap qilmasam bo'lmaydi. Siz jamiyatga balla obadillar. Bu jamiyatga balla qilgan bo'lsa, jamiyatga ballani izlamamlar. Mening ishxonamni nimbasilik ben beshimni og'ritib. Shu jamiyatdagi bolalar eski yerim yo'lni tashab qo'ysa, shu jamiyatdagi bolalar uchun qanday qilalar? Voy, hozir ishini oldi bir shofir bor aytmamdilar. Shu shofir bir akvas bo'ladi. U mashin meni ekitdi. Bolalarcha eketgandikin saq salomat joyiga aytib qo'yibdi Bu toza. gapni qilmay, abiyam gapni habini aniq anlang'o. Qizlari hamini labadiga sizga tushganlig'o. Bo'ldi, beshimni og'ritmay, osti manslar ishga o'choq. Asli o'tirashdan o'tasa, amraqa emasman bu yerga kelishga. Ha, manslar. Yopra. Shirdakli xotingina mava. Uf, hozirvat juma meni bu. Bu Rifat-da qizlar aralashqanak bo'pti-da. Qanday bo'ldi acha? Siz qamlashmagan bola ekansiz siz. Nima bo'ldi? Arifat, meni qizimni olib qochmabdi. Ashhaga boradigan yo'li bir ekan, intan maydonga birga olib qo'yibdi. Acha, bu qizingizni men sizni oldingizdan imtihonga o'zim olib qo'yma deb apmangan tursa, u bolalar yerim yo'lda meni urib, og'iz burnimni qon qilib deb qizingizni apqash ketdi. Ushqanday boranda ketib qoldi. Navod qizingiz o'z roziligi bilan mashinaga chiqqan bo'lsa, qizingizning tulpini mening mashinam tutib qolamda. Qizingizning tulpinida? Shu
Qarang acha, mala sizga yolg'on gap qilib beshingizni qaymoqtirib qo'yibdi. Balla qizingizni majburiy mashinaga besib shahar taraf ketdi. Men amal qilolmadim. Endi men o'ylayman siz bir anoga odam. Qizingiz shahar kirib chiqcha, yuzingiz to'kilgan bir ish bo'lib qolsa, ya deymango qiz bola emasmi? Ansirmasak bo'lmaydi acha. Mashina chiqaman sizni qog'ozni do'konga bag'ishla deb.